Koinotda bu sifatni Alloh unutmasligini qanday ko'ramiz desang, koinotdagi mahluqotlardan hech biridan Alloh g'ofil emasligidan ko'rasan. Dengizda qa'rida shunaqangi mahluqotlar bor ekan, insoniyat uni ko'rmagandi shu paytgacha. Faqat ba'zan dengizda yuzasiga chiqib qolganda ko'rardi odamlar, lekin unaqangi sifatini baribir bilishmagandi. Masalan, dengiz qa'rida shunaqangi baliqlar bor ekanki, qiyomat balig'i deb nomlashadi yoki boshqa baliqlar. Uni qarasang, tumshug'ida sim bilan osib qo'yilganga o'xshash lampasi bor. Xuddiki sim bilan osib qo'yilgan, hozirgi zamonda ixtiro qilinyapti-ku, svetilniklar, lampalar. Uzun chiqib turadi, ustida lampa bor. Baliq uni burnida shoxga o'xshab shunday bir narsa o'sgan, uni uchida lampa bor, haqiqiy yorug'. Dengiz qa'rida zulmotlarda necha ming metr pastlikda u oldida yo'lini yoritish kerak-da. Xuddiki mashinaning chirog'iga o'xshab yoki o'ljalarini chaqirish kerak o'ziga. Mana shunaqangi ov asbobi kerak unga. Shu dengizni qa'ridagi baliqni Robbing unutmagan qara. Va makan robbuka nasiya degan mana shunday ko'rasan-da. Robbing unutmaydi. U o'sha dengizni necha ming metr qa'rida zulmatda yotgan baliqqa ana shunaqangi ov asbobini, unga kerakli bo'lgan nur asbobini bergan. Borliq sivilizatsiya quruq degan odamlardan mana shunda ajablanasan-da. Sivilizatsiya shu dengiz qa'ridagi baliqqa chiroq, lampochka berishlikni qayerdan biladi? U qayerdan elektr toki ishlab chiqaryapti? Ichida qarasang, elektr stansiya bormi uni? Bor ekanda mana shu o'ziga yarasha kichkinagina bir elektr stansiya. Chiroq uni tumshug'ida yorishib yuradi chiroq.